بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد, tungi namoz ahkomlari haqida darsimizni davom ettiramiz. Allohning izni bilan bugun 7-faslga kirishamiz. Bu qiyomul layl rakatlar soni yoki tahajjud namozining qancha rakat o'qilishi haqida, rakatlarining soni haqida. Bu fasl ostida ham 4 ta masala zikr qilamiz. Birinchi masala, qiyomul laylning eng ozi qancha? Qiyomul laylning eng ozi qancha? Ulamolar ittifoq qilishgan, qiyomul laylning eng ozi 2 rakat. Yengil 2 rakat o'qisa ham qiyomul layl o'qigan bo'ladi, tahajjud o'qigan bo'ladi. Tahajjud eng ozi yengilgina 2 rakat o'qisa ham ozini ado qilgan bo'ladi. Bunga dalil Abu Dawud rahimahulloh sunanlarida rivoyat qilgan hadis. Abu Sa'id al-Khudri va Abu Hurayra radhiyallohu anhumalar aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man istayqaza minal layli wa ayqaza imra'atahu." Kim kechasi turib ayolini uyg'otsa, va sallaya rak'atayn jami'an va birga 2 rakat namoz o'qishsa, kutiba minaz zakirinalloha kaseeran va zakirat, ular Alloh taolani ko'p zikr qiluvchi erkaklar va ko'p zikr qiluvchi ayollar qatorida yoziladi degan hadis Shayx Alboniy sahih degan. Demak, mana bu hadis qiyomul layl 2 rakat bilan ham hosil bo'lishligi tushuniladi. Ikkinchi masala, qiyomul laylni yoki tahajjud namozining eng aksari qancha? Eng ko'pi bormi? Ya'ni falon rakat o'qish kerak, undan oshirmaslik kerak degani bormi? Bu masalada ulamolar aytadiki, qiyomul laylni cheki yo'q. Ya'ni eng ko'pi masalan 100 rakat o'qish kerak, undan oshirmaslik kerak. Ya'ni ziyoda qilib bo'lmaydigan yo ziyoda qilish joiz bo'lmagan son yo'q. Ya'ni cheki yo'q degani shu. Xohlagancha 2 rakatdan xohlagancha o'qisa, eng oz 2 rakat, ko'pi qancha o'qisa, 4 rakatmi, 6 rakatmi, 8 rakatmi, 100 rakatmi. Imom Ahmad 300 rakat o'qiganligi kelgan. Endi bir kecha kunduzda deb keladi, bir kecha kunduzda 300 rakat o'qirdi deb keladi. Xullas, demak cheki yo'q. Tarh at-Tasrib kitobida Iraqi rahimahulloh aytadilar: "Va qad ittafaqa al-ulama ala annahu laysa lahu haddun mahsur." Ulamolar ittifoq qilishgan, qiyomul laylni yoki tahajjudni bir nimasi yo'q, belgilab qo'yilgan bir chegarasi yo'q. Shuncha rakatdan oshmasin degan joyi yo'q. Istizkor kitobida ham Ibn Abdul Bar aytadilarki, ulamolar ijmo qilishgan ala alla hadda va la shay'an muqaddaran fi salatil layl. Tungi namozda ma'lum bir miqdor belgilanmagan yoki uni bir cheki yo'q. Va annaha nafila, va bu namoz nafil ekanligiga ulamolar ijmo qilishgan. Faman sha'a tala fiha al-qiyam va qallat rak'atuhu. Kim xohlasa qiyomni uzoq turib rakatlarni qisqa qilishi ham mumkin. Va man sha'a aktharu ruku' va sujud, kim xohlasa ruku sajdalarni ko'paytirib, ya'ni ruku sajda ko'paytirish degan rakatlarni ham ko'paytirish mumkin. Ya'ni qiyomda qisqaroq tursa ham ko'proq ruku sajda qilib rakatlarning sonini ko'paytirish mumkin deydi. Va cheki yo'q ekanligiga dalil nima? Qiyomul laylni masalan aksarini cheki yo'q. Bunga dalil nima deyilsa, Ibn Umar radhiyallohu anhuning hadislari. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan tungi namoz haqida so'raydi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Salatul layli masna masna." Tungi namoz 2 rakatdan o'qiladi. Va idza khashiya ahadukum as-subha salla rak'atan wahida. Sizlardan kim tong otishidan qo'rqsa, 1 rakat o'qib olsin. Tutiru lahu ma qad salla, o'qigan namozini o'tirga aylantiradi. 1 rakat o'qib olsin degan. Mana shu hadis e'tibor berilsa, hozir tungi namoz haqida xabari yo'q sahoba kelib Rasulullohdan so'rayaptilar. Rasululloh tungi namoz qanday o'qiladi, o'rgating deb. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tungi namoz 2 rakatdan o'qilishini bayon qildilar. Agar ma'lum bir sondan oshirish joiz bo'lmaganda, falon sondan oshirma dedilar. 10 rakatdan oshirma, 20 rakatdan oshirma dedilar. Yo'q, 2 rakatdan o'qiladi deb turib, tong otishidan qo'rqsa dedi. Keyin 1 rakat vitr bilan tugatib qo'ysin deyilyapti. Demak, tong otguncha 2 rakatdan xohlagancha kim qancha o'qisa bo'ladi degan ma'no tushuniladi. Ta'khirul bayan an vaqtil haja la yajuz. Bayonni o'zini vaqtidan kechiktirish joiz emas. Agar ma'lum bir rakatdan oshirish joiz bo'lmasa, Nabiy sallallohu alayhi vasallam shu sahobaga kechiktirmasdan bayon qilish kerak edi. Falon rakatdan oshirmagan deb. Falon rakatdan oshirmagan deb. Shu yerda Oysha onamizdan hadis keladi. Hali bunga yana to'xtalamiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ramazondan boshqa payt ham 11 rakatdan oshirmaganlar degan sahih hadis, Oysha onamizning hadislari. Demak, 11 rakatdan oshirib bo'lmaydimi degan savol tug'iladi. Qisqacha hozir javob, ba'zi ulamolar bu hadis vitr haqida. Vitrni 11 rakatdan oshirib bo'lmaydi. Yoki ba'zi hadislarda 13 rakat deb keladi, vitrni oshirib bo'lmaydi, ammo qiyomul laylni xohlagancha oshirsa bo'ladi. Ya'ni Oysha onamizning gaplarini vitr deb tushunamiz. Ya'ni vitr namozini 11 rakatdan eng ko'pi qancha desa, vitr namozi 11 rakat yo 13 rakat deymiz.
Ibn Abbos radhiyallohu anhu hadisda kelgandek, lekin tungi namozni cheki yo'q ekanligi hatto ijmo naql qilindi. Buni inshaalloh tarovih namozini 20 rakat o'qisa bo'ladimi, bidatmi yo'qmi? Tarovih bobida 3-bobda inshaalloh batafsil hali bunga to'xtaymiz. Inshaalloh. Lekin hozir qisqacha hozir bitta o'sha cheki yo'q deyapmiz. Bu Oysha onamizning hadisini kimdir olib kelib, mana 11 rakatdan oshiq o'qimagan ekanlar-ku deb turib, u dalil qilinmaydi endi bu masalada. 3-masala, xo'p, afzali qancha? Eng ozi 2 rakat, ko'pini cheki yo'q ekan. Afzali qancha desa, afzali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning fe'llari shu vitr bilan birga 11 rakat o'qish, 11 rakat o'qish. Bunga dalil Oysha onamizning hadislari. Ma kana yazidu fi Ramazon va la ghayrihi ala 11 raka. Nabiy sallallohu alayhi vasallam na Ramazonda va na boshqa payt, ya'ni 11 rakatdan oshirmasdilar. Yusalli 4 fala tasal an husnihinna va tulihinna. 4 rakat o'qirdilar. Uni go'zalligi, uzunligi haqida so'ramay qo'yavering. Yana 4 rakat o'qirdilar. Uni ham qanchalik go'zal o'qiganligi, uzun o'qiganligi haqida so'ramay qo'yavering. Thumma yusalli 3, keyin 3 rakat o'qirdilar dedi. Demak 4 rakat, keyin 3 rakat o'qirdilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilyapti. Mana shu demak 11 rakat o'qish shu afzal. Albatta 11 rakat o'qish afzal. O'sha go'zalligi, o'sha uzunligi ham shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozlariga qancha yaqin bo'lsa shuncha yaxshi. Albatta hech kim Rasululloh o'qigandek o'qishga qodir bo'la olmas, lekin shunga qancha yaqin bo'lsa shuncha yaxshi. O'qigan namozi qancha go'zal bo'lsa, qancha uzun bo'lsa shuncha yaxshi. Shu 4 rakat, keyin 3 rakat qilib o'qisa shu afzal deyiladi. Hozir bitta 4 rakat qanday o'qilish masalasi keyingi faslda zikr qilamiz. Faqat hozir bu yerda soni shu 11 rakat ekanligi bayon qilinmoqchi. Demak 11 rakat afzali shu 11 rakat odat qilinsa yaxshi. Endi kimdir holatiga qarab afzali bu afzali deyapmiz. Endi kimdir masalan deylik, yo 2 rakat o'qib, keyin 3 rakat vitr o'qib, doim shu 7 rakatni o'ziga odat qilib olsa, virt qilib olsa, bo'ldi, sharoitiga qarab u 7 rakat o'qisin. Kimdir 2 rakat o'qib, keyin 3 rakat vitr o'qir masalan, bo'ldi, 5 rakatni o'ziga odat qilib olsin. Va hokazo, har kim sharoitdan kelib chiqib. Masalan, ba'zilar og'ir ishda ishlaydi va hokazo, har kim o'zini bo'sh 24 soat madrasadan, hujradan chiqmaydigan bolalarga qiyos qilmaslik kerak-da, boshqalarning ham hamma o'ziga masalan ertalabdan kechgacha ishlaydiganlar bor. Hokazo, ular shu 2 rakat bo'lsa ham o'qib, keyin vitr bilan 5 rakat o'qisa, sen shu 5 rakatni nima qilish mumkin? Bitta endi afzal aytilyapti. Afzal 11 rakat bo'lishi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar: "Kana solatun nabiy sallallohu alayhi vasallam 13 raka." Nabiy sallallohu alayhi vasallam namozlari 13 rakat bo'lgan, ya'ni kechasi deydi. Demak, gohida 11 rakat, gohida 13 rakat o'qiganlar. Istizkor kitobida Ibn Abdulbar aytadilarki, xabarlarning aksari, ya'ni hadislarning aksarida Nabiy sallallohu alayhi vasallam 11 rakat o'qiganligi kelgan, ba'zi rivoyatlarda 13 rakat o'qiganligi ham kelgan deydi. Hop, 4-masala 1 rakat qiyomul layl o'qisa bo'ladimi? 1 rakat o'qisa bo'ladimi? Qarang, hadis kelgan Ibn Abbos, ya'ni 1 rakatlik qiyomul layl bor ekanligiga dalolat qiladigan bir hadis kelgan, lekin bu hadis zaif deyishadi ulamolar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar: "Amara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bi salatil layli va raghaba fiha." Nabiy sallallohu alayhi vasallam tungi namozga buyurib targ'ib qildilar va aytdilarki: "Alaykum bi salatil layli va law rak'ah." Ya'ni qiyomul laylni, tungi namozni lozim tutinglar, 1 rakat o'qisanglar ham, 1 rakat bo'lsa ham degan rivoyat kelgan. Tabaroniy Mu'jamul Kabir va Awsat kitobida rivoyat qilgan, lekin Shayx Alboniy buni zaif degan. Zaif degan. Shunga ko'ra ulamolar aytadiki, 1 rakatlik vitrdan boshqa 1 rakatlik namoz yo'q. O'zi o'sha vitrni ham 1 rakat o'qisa bo'ladimi? Ixtilofli masala o'zi. Hanafiy mazhabi o'shani ham bo'lmaydi deydi. 1 rakatlik vitr yo'q deydi. Lekin to'g'rirog'i vitrni 1 rakat o'qisa bo'ladi. Inshaalloh bu vitr haqida yana gaplashamiz buni. Bu masala keladi alohida. 1 rakatlik vitr o'qilsa bo'ladi. Lekin vitrdan boshqa, ya'ni qiyomul layl, vitrdan boshqa namoz, ya'ni u ham, ya'ni vitr tungi namozning xos turi. Lekin bitta hozir vitr 1 rakat o'qisa bo'ladi. Lekin qiyomul laylni, tahajjud namozini 1 rakat o'qilaman desa yo'q. Shuning uchun eng ozi nima dedik? Yuqorida birinchi masalada eng ozi 2 rakat dedik. Tungi namozda eng ozi 2 rakat, ya'ni 1 rakatlik tungi namoz yo'q. Vitrdan tashqari. Vitrni aytmayapmiz, vitr o'qisa bo'ladi dedik. Endi vitr o'qisa bo'ladi-ku deb turib, bu ham tungi namoz-ku, demak tungi namoz 1 rakat o'qisa bo'ladimi desa, ba'zi ulamolar yo'q, unga qiyos qilib bo'lmaydi. Vitr boshqa, tungi namoz boshqa. To'g'ri, o'qisa bo'ladi deganlar ham bor. 1 rakat o'qisa bo'ladi deganlar ham bor. Imom Navoiyning gaplaridan shu narsa tushuniladi. 1 rakat o'qisa bo'ladi degan narsa tushuniladi. Lekin Alloh alam shu vitrdan
bir rakat namoz o'qish vitrda kelgan. Vitrdan boshqa tungi namoz, ya'ni eng ozi 2 rakat. Vitr esa tungi namozdan boshqa. Kashaful Qina kitobida aytadi: "Hal huwa ayl vitr qiyamul layl aw ghayruhu?" Vitr namozi bu qiyamul laylni o'zimi yoki boshqa namozmi? Ikki xil ehtimol bor. Kuchlirog'i ikkinchisi, ya'ni boshqa namoz. Vitr qiyamul layldan boshqa namoz. Shunga ko'ra vitr bir rakat o'qisa bo'lar ekan deb turib, tungi namozni ham bir rakat o'qisa bo'ladi degan masalaga vitr masalasidan nima qilinmaydi, dalil olinmaydi deyiladi. Xo'p, keyingi 8-fasl qiyamul laylni sifati. Ya'ni 7-fasl qiyamul laylni adadi yoki tahajjud namozini adadi. Rakatlarning soni qancha rakat o'qilishi haqida edi. Endi sifatiga taalluqli masalalar 8-faslda tahajjud namozining sifati yoki qiyamul layl namozining sifati haqida. Bu fasl ostida ham 4 ta masala zikr qilamiz. Birinchi masala qiyamul laylni 2 rakatdan o'qish mustahab. Ya'ni qanday o'qilish tartibi, kayfiyati deymizmi, sifati, ya'ni o'sha qiyamul layl sifati deganda qanday o'qiladi desa, shu 2 rakatdan o'qish bu nima? Mustahab. Bunga bu haqda Imom Navoiy aytadilarki: "Al-afdalu fi salatil layli wan-nahari an yusalli min kulli rak'atayn." Afzali tungi namoz bo'lsin, kunduzgi nafil namozlar bo'lsin, har 2 rakatda salom berish afzal deydi. Har 2 rakatda salom berish afzal deydi. Bunga dalil nima? Birinchi dalil Buxoriydagi hadis. O'tgan darsda ham keltirdik buni. Oysha onamiz aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam xufton namozini o'qib bo'lgach, to bomdodgacha 11 rakat namoz o'qirdilar. Yusallimu bayna kulli rak'atayn. Har 2 rakatda salom berardilar. Va yutir bi wahida va bir rakat bilan vitr o'qirdilar deb keladi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda salatul layli masna deyildi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam tahajjud haqida so'ragan kishiga javob berib nima dedilar? Tungi namoz 2 rakatdan o'qiladi dedilar. Imom Tirmiziy shu hadisni rivoyat qilib ortidan al-amalu ala hada inda ahli al-ilm degan. Ya'ni ahli ilmlar shu hadisga amal qilishadi. Anna salatul layli masna. Tungi namoz 2 rakatdan o'qiladi deganlar. Ikkinchi masala, tungi namozni 4 rakat o'qish hukmi nima? Ya'ni 4 rakatdan o'qisa nima bo'ladi? Esa bu masalada ixtilof bor. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, jumhur ulamolar nazdida qiyamul laylni 4 rakat o'qish joiz, lekin afzal emas. Afzali 2 rakatdan o'qish. Ya'ni 4 rakat o'qisa joiz, lekin 2 rakatdan o'qigani afzal. Bu jumhur ulamolarning so'zi. 2 rakatdan o'qish afzalligi yuqoridagi salatul layli masna tungi namoz 2 rakatdan o'qiladi degan hadis bunga dalil bo'ladi. Imom Navoiy o'sha tungi namoz 2 rakatdan o'qiladi degan hadisning sharhida aytadiki, bu hadisda afzali bayon qilinyapti. Ya'ni 2 rakatdan o'qiladi deb afzali bayon qilinyapti. Xoh kunduzgi nafil namozlar bo'lsin, tungi nafil namozlar bo'lsin, farqi yo'q. Shu yustahabba yusallim min kulli rak'atayn. Har 2 rakatda salom berish mustahab. Falau jama'a rak'atin bi taslima, agar bir qancha rakatni bitta salom bilan jamlasa, aw tatawwa'a bi rak'atin wahida, yoki bir rakat nafil o'qisa ham jaizatun indana. Biz nazmizda joiz. Yuqorida aytganimizdek, Imom Navoiy joiz deyapti. Bir rakatlik nafil bor deyapti. Bir rakat o'qisa ham bo'laveradi deyilyapti. Buhuti rahimahulloh Kashaful Qina kitobida aytadi: "Awzada ala snatayn laylan." Agar kechasi 2 rakatdan oshirsa, hatto 8 rakatdan oshib ketsa ham, u necha rakatga yetkazganini bilsin yoki esdan chiqarsin va bitta salom bilan o'qimoqchi bo'lsa, makruh bo'ladi, lekin sahih bo'laveradi deyapti. Demak, 2 rakatdan oshgani niyat qilsa, masalan 4 rakat o'qiyman, hatto 8 rakat o'qiyman desa bitta salom bilan bo'laveradi deyapti, lekin makruh deyapti. Makruh bo'ladi deyapti. Xo'p, qarang. Demak, jumhur ulamolar joiz deb afzal 2 rakat deyishgan. Xo'p, joizlikka dalil nima? Oysha radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadisda, yuqorida buni ham keltirdik. Aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazondan boshqa payt ham 11 rakatdan oshirmasdilar. 4 rakat o'qirdilar. Uni qanchalik chiroyli yoki uzun o'qiganligi haqida asta so'ramay qo'ying. Yana 4 rakat o'qirdilar. Qay darajada go'zal va uzoq o'qiganligi haqida so'ramay qo'ying. Thumma yusalli thalathan, so'ngra 3 rakat o'qirdilar deyapti. Mana shu yerda zohiri nima? Yusalli arba'an degan 4 rakat o'qirdilar. Keyin 4 rakat, keyin 3 rakat o'qirdi. Zohiri shu. Zohirdan shu narsa tushuniladi. Demak, Imom Navoiy aytadilarki, va fi rivoya yusalli arba'an thumma thalathan. Mana shu rivoyatga ishora qilib, ba'zi rivoyatlarda 4 rakat, so'ngra 4 rakat, keyin 3 rakat o'qiganligi kelgan deb turib,
Bu endi joiz ekanligini bayon qilish uchun deydi. Bu hadis joizligi bayon qilish uchun. Va illa bo'lmasa afzali har ikki rakatda salom berish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni fe'llaridan mashhur bo'lgani ham shu va o'zlari buyurib ikki rakatdan o'qilsin deb o'zlari ham shuni buyurganlar. Demak Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning fe'llari har ikki rakatda salom berish bo'lgan va o'zlari ham targ'ib qilib salatul layli masna tungi namoz ikki rakatdan bo'ladi deganlar. Ya'ni aksari shu mashhur hadislar shu deydi. Ammo 4 rakat Oysha onamiz aytgan 4 rakat o'qirdilar degani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu 4 rakat o'qish joiz ekanligini bayon qilib qo'yish uchun ham 4 rakatdan o'qiganlar deb javob beryapti. Tushunilgan? Endi ba'zi ulamolar bo'lsa bu hadisga nima deb javob beradi? Yo'q, tungi namoz illoki 2 rakat o'qiladi, 4 rakat o'qilmaydi deganlar bu hadisga nima deb javob beradi? 4 rakat o'qirdi deganni shu ikkita salom bilan, ya'ni orada salom berib o'qirdi degani. Ya'ni har ikki rakatda, har bitta 4 rakatni shunda orada 2 rakatdan keyin salom berib o'qigan deb tushunamiz deydi. Nimaga desa, chunki salatul layli masna hadisi bu hadisni tafsirlaydi. Tafsirlab keladi deydi. Va ba'zi Oysha onamizning o'zini boshqa rivoyatida nima deb keldi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 11 rakat o'qirdilar va har 2 rakatda salom berardilar. Demak, Oysha onamizning o'zlarining gapi har 2 rakatda salom berar degan gapi bilan bu 4 rakatda salom berar deganni nima deb tushunamiz? Shu har 2 rakatda salom berar deb tushunishimiz kerak. Nega unda 4 ta o'qib, keyin 4 rakat o'qib, keyin 3 deyapti? Bo'lmasa har 2 rakatda demasmidi degan savol tug'iladi baribir. Endi unga ba'zi ulamolar nima deydi? O 4 rakat deb aytishining sababi har 4 rakatdan keyin ozgina uxlab olgan bo'lgan. Ya'ni 2 rakatdan keyin salom berib, yana 2 rakatdan keyin salom berib, 4 rakat bo'lganda bir ozgina dam olib, keyin yana turib 4 rakat o'qib, 4 rakatda 2 rakatdan o'qib, yana ozgina dam olib, shunday qilganlar. Keyin bitirib olganlar. Shuning uchun usolli arba'anni bitta qilib aytgan deydi. 4 rakat o'qirdilar degani, ya'ni undan keyin uxlab olardi degan ma'no bor. Undan keyin 4 rakat o'qirdi, ya'ni 2 rakatdan o'qigan, keyin dam olardi degan ma'no bor. Ba'zi rivoyatlarda shunga dalolat qiladigan hadislar ham bor. Ya'ni orada uxlab, keyin yana turib namoz o'qiganliklari haqida o'sha rivoyatlar bilan shunday tafsirlaydi. Lekin nima bo'lganda ham, ya'ni Oysha onamizning hadisining zohiri shu 4 rakat o'qish joiz ekanligiga dalil. Lekin aksar hadislarga qarasak, Rasulullohning o'zlarining so'zlariga qarasak, 2 rakatdan deyilyapti. Shuning uchun 2 rakat o'qigan afzal, 4 rakat mabodo o'qisa ham Oysha onamizning hadisiga nima qilib tayanib nima deyiladi? Joiz deyiladi. Hanafiy mazhab ulamolari qaytaga shu Oysha onamizning hadisini tanlab turib 4 rakat o'qish afzal degan. Tungi namozni 2 rakatdan emas 4 rakat o'qish afzal deyishgan. Lekin aytganimizdek, jumhur ulamolar afzali 2 rakat o'qib 4 rakat o'qisa joiz deyishgan. Xo'p, endi 4 rakat o'qisa, 3-masala, 4 rakat o'qisa, tahajjudda qiyomul layl 4 rakatdan o'qisa, orada tashahhud o'qib keyin turib ketadimi yoki oxirida 4 rakatni uzluksiz o'qib, keyin oxirida bitta tashahhudda o'tiradi? Ya'ni 4 rakatni 2 tashahhud bilan o'qiydimi? 2 tashahhud bir salom bilanmi yoki bir tashahhud bir salom bilan o'qiydimi? Tushunilgan? 4 rakat o'qiydi deganlarning nazdida yoki joiz desin yoki mustahab desin, shu 4 rakat o'qisa bo'ladi deganlar nazdida 4 rakatni bir tashahhud bir salom bilanmi yoki 2 tashahhud bir salom bilanmi? Zohiri o'sha Hanafiylarning nazdida o'sha 4 rakat o'qish afzal deganlar yoki jumhur joiz deganlar nazdida tashahhud bir salom bilan o'qisa joiz deyishadi. Ya'ni yushro, ya'ni 2 tashahhud orada tashahhudga o'tirib, keyin oxirida yana bir tashahhudga o'tirib, keyin salom bersa bo'ladi deyishadi. Muhayya Sharhul Muwatta kitobida qala Abu Hanifadan naql qiladi. Abu Hanifa rahimahulloh aytdilar deydi: "Salatul layl ay tahajjud va g'ayruhu min an-nawafil." Tungi namoz, ya'ni tahajjud namozi va boshqa nafil namozlar xohlasangiz 2 rakat o'qiysan, xohlasangiz 4 rakat o'qiysiz deyapti. Ya'ni xohlasangiz 2 rakat o'qiysiz, xohlasangiz 4 rakat o'qiysiz. Ay bi jalsatayn, ya'ni 2 jalsa bilan, 2 tashahhud bilan. Ya'ni xohlasangiz 4 rakat o'qiysiz deb turib 2 tashahhud bilan, ya'ni 2 tashahhud bilan deyilyapti. Imom Navoiy aytadilarki, Rawdatut Talibin kitobida va lahu an yatashahhada fi kulli rak'atayn. Har 2 rakatda tashahhud o'qisa bo'ladi. Xuddi 4 rakatlik farz namozlarda 2 tashahhud o'tirgandek deydi. Xo'p, keyin Imom Navoiy aytadi, ammo namozni oxirida bitta tashahhudga kifoyalanish bu endi xilof yo'q joizligida deydi. Xilof yo'q joiz ekanligida. Demak, 4 rakat o'qimoqchi bo'lsa, oxirida bitta salom bilan, bitta tashahhud bilan o'qish ham joiz. Orada o'tirib, xuddi 4 rakat farz o'qigandek, orada o'tirib 2 rakatdan keyin oxirida yana tashahhudga o'tirib, yana 2 tashahhud, bitta salom bilan o'qish ham joiz. 4 rakat
o'qisa bo'ladi deganlarda ikkala nima ham joiz. Oxirida bitta o'tirib qo'ya qolish, bitta tashahhud, bitta salom bilan bu endi Imom Navoiy aytishi bo'yicha xilof yo'q deyapti. Endi mumkin Shofiylar nazarda tutayotgandir. Shofiy mazhab nazarda xilof yo'q buni joizligida. Lekin orada o'tirsa-chi, ba'zilar farz namozga o'xshab qoladi. Xuddi vitrni ham bitta tashahhud, bitta salom bilan 3 rakat o'qisa, bitta tashahhud, bitta salom bilan o'qish kerak, shomga o'xshatib qo'ymaslik kerak degandek, bitta ham shu orada o'tirsa farz namozga o'xshab qoladi degan bir ma'no bor. Shuning uchun xilof bor xullas. Ikkita tashahhud bilan o'qishda. Ikkita tashahhud, bitta salom bilan o'qishda. Lekin nima bo'lganda ham ish keng bu masalada. 4 rakat mabodo o'qisa, xolasa 2 rakatda ikkita tashahhud, bitta salom bilan o'qisin, xolasa bir tashahhud, bir salom bilan o'qisin deyiladi. Afzali esa o'zi 2 rakatda o'qish. Aslo 4 rakat o'qimasdan, ixtilofdan chiqib 2 rakatdan o'qish. 4-chi masala. Xo'p, tungi namozda 3-rakatga turib ketgan kishining hukmi nima? 2 rakatdan o'qiladi dedik. Xo'p, bilmasdan 2 rakatda niyat qildi, 3-rakatga turib ketib qoldi. Qarang, agar boshdan bosh 4 rakatda niyat qilsangiz muammo yo'q. Aytdik, ya'ni aksar ulamolar joiz deb, afzal bo'lmasa ham lekin joiz dedi. Lekin siz 2 rakatda niyat qilgansiz, esdan chiqib 3 ga turib ketib qoldingiz. Nima qilasiz? Shu masalada Ibn Qudama rahimahulloh, bu ixtilofli masala. Ibn Qudama rahimahulloh Mughni kitobida aytadiki: "Va law qama fi solati al-layli fa hukmuhu hukm al-qiyam ila thalithatin fi al-fajr." deydi. Ya'ni Hanbali mazhab ulamolar bu narsani tor olgan. Ya'ni illoki 2 rakat o'qish kerak deb olishgan tungi namozni. Shu 2 rakatdan 3-rakatga turib ketib qolsa, xuddi bomdod namozida 3-rakatga turib ketganday bo'ladi. Hop, bomdodga 3 ga turib ketgan kishi nima qilish kerak? Eslash bilan o'tirish kerakmi? Shu esiga tushishi bilan 3-rakatga turib ketgan o'tirish kerak deydi. O'tirish kerak deydi. Agar esiga tushgandan keyin davom etib ketsa, bu namoz botil bo'ladi deydi. Xuddi bomdod botil bo'lgandek, komillar ham botil bo'ladi deydi. Ammo Imom Malik bo'ldi 4 rakat qilib tugatib qo'yaversin degan ekan. Ya'ni boshdan bosh 4 rakat qilib niyat qilsa bo'lardi. Endi 2 rakatni niyat qilib 3 ga turib ketsa ham, endi 4 rakat niyatini o'zgartirib 4 rakat o'qiyman deb 4 rakat tugatib qo'yaversin degan Imom Malik deyapti. Lekin Imom Ahmad yo'q, bu xuddi nimaga turganday bo'lib qoladi. 3-rakatga, bomdodda 3-rakatga turganday bo'lib qoladi. Qaytish kerak deydi. Esiga tushish bilan qaytish kerak va sajda esa qilib qo'yish kerak bo'ladi deydi. Keyin bizni dalilimiz deydi Imom Ibn Qudama Hanbaliylarning gapini keltirdi, keyin orqasidan Imom Malikning gaplarini keltirib, bizni dalilimiz deydi Nabiy sallallohu alayhi vasallam salatul layli masna tungi namoz 2 rakat bo'ladi deb aytganlar, ya'ni hadisda. Va li annaha salatun shuri'at rak'atayn, va bu namoz ikkinchidan deyapti. Bu namoz 2 rakatlik namoz. Kana hukmuha ma zakarna fi salatil fajr. Demak, xuddi bomdod 2 rakatlik bomdod namozdek bo'lib qoladi. Ammo salatun nahar fa yutimmuha arba'an. Ammo kunduzgi namozda bo'lsa 4 rakat tugatib qo'yaversin. Ya'ni kunduzgi namozda 2 rakatni niyat qilib 3-rakatga turib ketib qolgan odam bo'ldi 4 rakat tugatib qo'ysa bo'ladi, deyapti. Ammo nimada? Tungi namoz illoki 2 rakat o'qilish kerak deb bilganligi uchun o'tirish kerak, esga tushish bilan o'tirish kerak, deyapti. Shayx Usaymin rahimahulloh aytadilar, agar kunduzgi namozlar ham 2 rakat o'qilsa, shu 3-rakatga turib ketib qolsa nima bo'ladi deb so'ralganda, agar ataylab tursa namozi botil bo'ladi deydi. 3-rakatga ataylab turib ketsa namoz botil bo'ladi. Nimaga desiz? Chunki 2 rakatdan ziyoda qilishni ataylab 2 rakatdan ziyoda qilgan bo'ladi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tungi namoz 2 rakat degan hadisiga xilof ish qilgan bo'ladi. Kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amrlariga xilof ish qilsa, u marduddir deb turib, "Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun" hadisini hujjat qilib keltiradi. Kim bizni ishimizda bo'lmagan, ya'ni dinimizda bo'lmagan bir amalni qilsa, u marduddir degan hadisni keltiradi. Va Imom Ahmad aytganlar deydi, kim tungi namozda 3-rakatga turib ketsa, xuddi bomdod namozida 3-rakatga turganday bo'ladi. Bomdod namozining farzida 3-rakatga turganday bo'ladi. Ma'lumki, bomdod namozida 3-rakatga ataylab turgan kishi namozi bil ijmo, ulamolarning ijmosi bilan botil bo'ladi. Demak, tungi namozda ham 3-rakatga turib ketgan kishining hukmi shunday bo'ladi deganlar Sharhul Mumti kitobida. Vallohu a'lam. Shu bilan kifoyalanamiz. Subhanakallohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.